Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari. Endi Euromebel YouTube'da ham bor. Eng arzon narxlarda sizlar uchun mebellarimiz bitta obzor qilib o'taman. Xo'p, mana shu modelimizdan boshlaylik. Bu modelimiz nomi Milano. Bu modelimizning nomini aytib o'tganimiz sababi ko'pchilik telefon qilishadi bizga. Mana mebeli, sari mebeli deydi yo. Nomini aytsanglar osonroq va qulayroq bo'ladi. Milano modelimiz razmerlari 3.5 ga 2.5, spinkalari hamda qo'l qo'yadigan qismi mexanizmli bo'ladi. İçler 100% sasni yog'och, oyoqlari yong'oq yog'ochdan tarkib topgan bo'ladi. Keyin bu narsamizni aytib o'taylik. Yong'oq chinorda bo'ladi. Unisini ham aytib o'tsak yaxshi bo'ladi. Ba'zi chinorda, ba'zi yong'oqda bo'lib qoladi. Uni narxi bir xil yong'oq bilan chinorda. Talabiga binoan qilib beraveramiz. Navbatdagi modelimiz nomi Nefes. Bunimiz troyka divan kreslo varianti. Bunimiz ham spinkalari mexanizmli bo'ladi. Ko'rib turganingizdek joyimiz ancha kengayadi. Bir kishilik spalniy vazifasidan o'tadi bemalol. Bunimizning narxi O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish ichida $700 qilib beramiz. Bunimizning narxini aytib o'tmadik. Bunimizning narxi $690. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyat bo'yicha mutlaqo tekin dastavkamiz. Do'konimizda assortiment ko'pligidan joylarimiz ozgina tor. Iloji boricha qo'ldan kelgancha sizlarga yoritib beraman. Navbatdagi modelimiz Class modelimiz. Bunimizdan xuddi shunaqa spinkasi hamda qo'l qo'yadigan qismi mexanizmli bo'ladi. Ko'rib turganingizdek oson ochilib yopiladi bunimiz. Bunimizning narxi $650. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish ichida. Keyingi modelimiz nomi Brand. 2025-yil eng ko'p sotilgan modellarimizdan bittasi. Bunimizdan xuddi shu spinkasi hamda qo'l qo'yadigan qismi mexanizmli bo'ladi. Buni kengayishiga bitta e'tibor qilinglar. Bemalol bir kishilik spalniy vazifasidan o'tadi. Buni ichlari 100% sasni yog'och, oyoqlari yong'oq chinor yog'ochlari bo'ladi. Bunimizning narxi O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish ichida $690. Keyingi modelimiz xuddi shu modelimizni 5 talik varianti 440 ga 240 bo'ladi, 3 ta pufiga bo'ladi, 5 ta bo'laylik. Bunimizning narxi $790. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish ichida. Navbatdagi yangiligimiz ko'rib turganingizdek troyka variant divan kresloyimiz. Bunimizning narxi $630. Butun O'zbekiston bo'ylab mutlaqo tekin dastur. Bunimiz yangilik, nomini aytib o'tmadik, nomi yo'q. Sizlardan so'rab qolamiz, unga nom topishinglarni. Navbatdagi yangilik uyg'unligimiz Parij. Razmerlari 3.40 ga 2.40, spinkalari mexanizmli. Hamda qo'l qo'yadigan qismi mexanizmli bo'ladi. Bunimiz $650. 100% sasni yog'och, oyoqlari chinor yong'oq yog'ochlari bo'ladi. Stol stul komplektimiz 100% yong'oq yog'ochdan tarkib topgan, hattoki karkas qismlari ichlarigacha yong'oq yog'och. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishi ichida $530 qilib beramiz. Neoklassik yangilik modelimiz Rim. Bunimizda ham mexanizmli xohlasa spinkalari, ko'rib turganingizdek joylarimiz ancha kengayadi. Bunimizning narxi $700. Oyoqlari yong'oq yog'och, ichlari 100% sasni yog'ochdan tarkib topgan bo'ladi. Sidinalari rossiyskiy porolon, turistskiy karsaj rezinka bo'ladi. Keyingi modelimiz Veronika. Bunimiz o'ta ham bejirim, seriozniy turishiga bitta e'tibor qilinglar. Bolishlardan kombinatsiya qilib qo'yganmiz, sababi modelimiz o'z serioznligi uchun bolishlardan kombinatsiya qilganmiz. Razmerimiz 3.5 ga bu tomoni 290 bo'ladi. Bu barimizni bu tomoniga olsak 4 metr joy egallaydi. 4 metrga 2.5 metr joyga tushadi. Narxi $760. Euromebel obunachilariga faqat. Keyingi modelimiz ham divan kreslo troyka varianti. Bunimiz ikkita kreslo, bitta divandan iborat. Razmeri divanimiz 2.5 metr, kreslolarimiz 1.10 dan. Narxiga to'xtab o'tadigan bo'lsa, $680 O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish ichida. Keyingi modelimiz Satalana. O'ta ham bejirim bo'lgan yangilik. Xudo xolasa ancha joyda ko'rmaydigan modelimiz. Bunimiz razmeri 3.5 ga 2.5, taylari 100% dispidan bo'ladi, karkas qismlari butun disp ishlatiladi. Oyoqlari yong'oq yog'och, ichlari 100% sasni yog'ochdan tarkib topgan bo'ladi. Sidinalarimiz Pampers Fujina. Narxi $690. Yana divan kreslolarimizni to'xtalib o'tamiz.
Divan kreslo mexanizmli. Ko'rib turganingizda ochilib yopilishi oson. Rossiyskiy mexanizm. Bunimiz narxi $670. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish ichida. Ichlari 100% sasna yog'och, oyoqlari chinor yog'ochlari bo'ladi. Bu modelimiz nomi Lotka. Luna modelimiz ko'rib turganingizdek bir kishi bemalol spanlik qilib ishlatsa bo'ladi. Bunimiz avvalgi holatda ko'rib turganingizdek qo'llarga qo'yiladi, chiroyli turadi qo'llarga qo'ysa. Bunimiz ichlari 100% sasna yog'och, yonlari paneradan bo'ladi. Sababi bunimiz avvalgiligini hisobiga ozgina displeyda chiqarish qiyin, panerada ishlab chiqaramiz buni. Slinasiga kelsak, rossiyskiy porolon machalka qarsaz bo'ladi. Qulayliklar xudo xolasa o'ziga yarasha. Bunimizning narxi $670, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish ichida. Keyingi modelimiz boshda ko'rsatib o'tgan Nefes modelimiz korishniy varianti, to'qroq varianti. Bunimizni bitta kengashiga e'tibor qilinglar. Nari tomonimiz torligiga men to'liq ko'rsatib bera olmadim. Eng qizig'i domlarga olib kirgani qiynalmaymiz. Sababi bunimiz 2 bo'lakdan iborat. Bo'lib olib kirishga qulay. Ko'rayotganinglardek ancha keng joyimiz. Bitta bolishlarni olib ko'rsatib beraman. Bunimiz narxi $700. Keyingi modelimiz Panda. Ko'rsatgan divan kreslomizni videoda boshida ko'rgan bo'lsanglar, bu uголов varianti, qo'shimcha kreslosi bo'ladi, plus razmer 230 ga 330. Narxi $780. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish ichida. O'zim yoqadigan modellarning bittasi Carleon. Spinkalari mexanizmli bo'ladi buni ham ko'rib turganingizdek. Ochilib yopilishlari juda ham oson. Razmerimiz 2,5 ga 3,5 joyga tushadi. Oyoqlari temirdan bo'ladi. Xitoydan keladi buni oyoqlari. Spesial aytib o'taylik. Bunimizning narxi $730, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish ichida. Navbatdagi modelimiz Abu Dhabi. Uni ko'rib turgan bo'lsanglar, razmeri katta. Buni eng zo'r tomoni stinalari yechilib, ayollarimiz bemalol yuvib ishlatsa bo'ladi. Ko'rib turganingizda bu tomonda zamogi bor. Operatordan so'rardik, yaqinroq olib kelib ko'rsatishni. Mana ishlari xudo xolasa chotki. Bunimizning narxi O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish ichida $780. Faqat yevro bemir obunachilar uchun. Elvish modelimiz ko'rib turgan bo'lsanglar, 2.40 ga 3.40 joyga tushadi. Bunimizni podgalon qismi mexanizmli, o'zingizlarga moslab qo'yasizlar bo'laveradi bemalol. Bunimizning narxi $500, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish ichida. Keyingi modelimiz o'ta ham neobishniy bo'lgan, ko'rib turgan bo'lsanglar, yangilik. Bunimizdan avvalgi holatda bo'ladi, spinkalar mexanizmli. Ochilishlariga bitta baho beringlar buni. Kengligi ancha keng joyimiz ochilganda. Bunimizning narxi $700, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish ichida. Navbatdagi modelimiz nomi Class. Boshda ko'rsatgan modelimiz sal boshqacharoq varianti. Bunimiz razmeri 2,5 ga 3,5 joyga tushadi. Spinkasi hamda qo'l qo'yadigan qismi mexanizmli bo'ladi. Narxi $650, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish ichida. Navbatdagi modelimiz Teddy. Ko'rib turganingizdek, spinka qismi hamda podgalon qismi mexanizmli. Hammasi suriladi o'ta shu holatda. Ko'rib turganingizdek, joylarga mos keladigan narsa. Joyimiz ancha kengayadi. Narxi $650. Manzilimiz Andijon viloyati, Andijon shaharda. Instagram, YouTube, Telegramda ham xudo xolasa bormiz. YouTube'da pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol kimga shunaqa narsalar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqa qilsanglar, bundan-da chiroyli qilib bitkazib beramiz. Keyingi modelimizni ham aytib o'taylik. Bu modelimiz nomi Lux. Ko'rib turganingizdek, 410 ga 2,5 joyga tushadi. Bunimiz spinkalar mexanizmli bo'lmaydi, sababi model shunaqa, turetskiy modelda ishlangan. Seryozni holatda. Narxi $730, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish ichida. Obuna bo'lib bizni kuzatishda davom eting. Bundan yaxshi, bundan yangilik modellarimizni ko'rsatib boramiz. Videoda shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, oldindan rahmat sizga. Iloji boricha yana ham yaxshi narsalarni sizlarga ulashib boramiz. Pastdagi nomerlarga aloqa qilsanglar,
batafsilroq tushuntirishga harakat qilamiz. Telegram, YouTube, Instagram kanalida Euromebel deb yozsanglar chiqib kelamiz. Xudo xolasa, rahmat hammaga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.